Bugun biz nomi afsonaga aylangan Mo'yqalam sohibi, butun hayoti va ijodi bilan san'atning chegarasi yo'qligini, balki u doim mushtarak ildizlarga ega ekanligini isbotlab bergan O'rol Tansiqboyev ijodiga bag'ishlab retrospektiv ko'rgazmani ochmoqdamiz. Arang tasvir rassom uchun o'z vatani, uning insonlari haqida butun dunyoga hikoya qilish imkonini bergan badiiy til edi. Tansiqboyev uslubini izlab modernistik yo'nalishda o'zini original versiyasini yaratdi. So'ngra iste'dodli realist rassom sifatida namoyon etdi o'zini. Две другие знаковые работы Танцыбаева — это Usta Mo'yqalamaga munosib go'zallik Markaziy Osiyoning har bir go'shasida yashaydi deb hisoblagan ijodkor va bu uning asarlarida o'z aksini topadi. Ko'rgazma Qozog'istonda o'tayotganidan men juda mamnunman. U mamlakatlarimiz o'rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlashda yana bir qadam. Tariximiz va taqdirimiz qanchalik bog'liq ekanliklarini eslash uchun yana bir imkoniyat bo'lsin.